O'tiring. Vaalaykum assalom. O befarosat. Men senga ham ko'ylagimni yuvgin deganmidim? Deganmidim? Voy. Bu ko'ylakni emas, boshqasini aytgandingiz-ku. Buni ham qo'shib yuvib qo'ysang o'lasanmi? Ha? O'lib qolamiding? Hey, Ay Sardor, menga qara. ay Sardor, Bu nima qilganing? ha yoshgina kelin bo'lsa, nimaga jerkiysan uni? Yo'q, hozir senga bu kelin nima qildi? Yoqmayapti menga. Befarosat bu. Xullas, duo qilinglar, men ishga ketdim. Ha choy ichmaysanmi? O'tir. Shularni demak duo ham qilmaysizlar. Sardor aka, nimaga xafasiz? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Tinchlikmi? Ha, tushunarli. Yana anavi xotinchangiz asabingizga tegdimi? Yo, to'g'risini aytsam, uni aloqasi yo'q. Unga nisbatan adolatsizlik qilyapman. Tushunmadim. Qanaqasiga? O'zi yaxshi qiz ekan. Bir marta ham gap qaytarmadi. Unga rahmingiz kelyaptimi, Sardor aka? Ha? O'zi bilardim. Shunaqa ko'ngilchan insonligingizni. To'g'risini ayting. Ha? Ko'nglim qoldi sendan deb ayting. Nima deyapsan o'zingdan o'zing? Nima deyapman? Tushunmayapsan? Oyim meni hozir o'zlari xohlasalar, xohlamasalar baxtsiz qilib qo'yapti. Men sizni uylanishingizga ham ko'ndim. Men senga uylanmayman deyapmanmi? Oldin ajrashishim kerak-ku, to'g'rimi? Sardor aka, o'zingiz bosing.